Bugun Dostonbek Rahmatullayevning ssenariylari asosida novella suratga olib boqdik. Jarayonlar ko'rdik. Segura mais tarde. Assalomu alaykum azizlar. Bugun taqdir zarbalarining navbatdagi novellasini olyapmiz. Har doimgidek bizning rolimiz o'sha qiynalgan ayol, qiynalgan ona. Qanaqa chiqadi Xudo biladi. Buni hammasiga bahona siz berasiz aziz muxlislar. Hammaga assalomu alaykum. Bugun taqdir zarbalari zo'r novella, ya'ni hammaga ma'lumki, men kasalman, nogiron yoki qanaqadir ajoyib rollarni o'ynashni o'rganib qolganman. Bu rolni ham xudo xolasa o'ziga yarasha chiroyli qilib chiqarib beryapmiz. O'zi yoshim 23 da, lekin menga 18 yoshli qizni rolini berishgan. Bu murakkabroq, chunki 18 yoshli qiz umuman boshqacha bo'ladi va turmushga chiqqan farzandli qiz umuman boshqacha bo'ladi. Uddalashga harakat qilyapmiz, lekin bahoni albatta sizlar berasizlar.